ko'tarilmadim. Bunda qisqiq kimni qo'shaqidi? Meni chaqirayli, u bizni Antarktida qopmasin. Bo'lmaydi. Opam qolsa yana dashnamaymiz. Daji, masjid chiqib kelay. Uyga o'tara qarajimi? Endi yaxshi bo'ldi. Darsman o'tara takrorlanglar. Ma'qul. Çoğla aldırıp gitmesen lan bana hazır aferime. Kaç. Antarktida'yı sefer. Sizler kemekçi boğaz Antarktida yeni pingvinlerin makanı manamışı. Bak, pingvin mışınız çoğuldu kendi. Bu pingvinlerin padişası. Pingvinga kishini qarg'isi keldi. Karanglar, mavi iki erkek pingvin bir kişi pingvinni talışıp bir-biriga yol koymay qattiq soqishyapti. Yeni vağını kişi pingvinga muhabbet izhar qilyapti. Bular adiler pingvinleri. Her biri erdiyansa ular 100 kilometre yiraklık dengizden uçup gelip her qaysi o'ziga makan izlaydi. Kişi pingvin tuxumlaydi. Tuxumni avval erkek pingvin basıdı. Kişi pingvin bo'lsa oziq izlab dengizga ketadi. Qaytib kelib tuxumni yana o'zi basıdı. Nölden töven 50-60 gradus soğuqdimi, 40 metr sekundlik qattiq bo'randimi pingvin qimir qilmay tuxum besib yetaveradi. Yosh, Yaxshig'i, ati tong aytishi bilanla bizni aylantirib keling. Afsuski hozir tush vaqti. Quyosh texi ufq chizig'idan pastda. Nima? Rost, qish shimoliy qutbda quyosh chiqmaydi. Lekin hozir yoz bo'lsa, Janubiy yarim sharda qish bilan yoz, shimoliy yarim shardagining aksicha bo'ladi. Yaponiya shimoliy yarim sharda. Shimoliy yarim sharda yoz bo'lganda, janubiy yarim sharda qish bo'ladi. Shunga hozir janubiy qutbning qish vaqti. Nimdigan so'g'aq, shimoliy qutbdan bek so'g'aq ekan. To'g'ri, janubiy qutb shimoliy qutbdan so'g'aq. Nimishqa? Shimoliy qutb bilan janubiy qutbning farqini bilamsizlar? shimoliy qutb butunlay dengiz, janubiy qutb butunlay quruqlik bo'lsa kerak. To'g'ri. Bu yer janubiy qutb quruqligi. Yer shari o'qining janubiy tarafi, ya'ni Antarktida qit'asi. Uning holati Yaponiyaga pek o'xshab ketadi. Lekin Yaponiyadan 37 tasi cho'ng. Janubiy qutbda bir qancha tog' tizmasi bor. Janubiy qutb quruqligi boshqa qit'alarning quruqligidan egiz. Undan boshqa quruqlikni o'rta hisob bilan 2500 metr qalinlikdagi muz qoplab turadi. Qor lepildab yig'ibla turadi. Necha ming yil yaqin qordan hosil bo'lgan muz shimoliy qutbdagi muzdan 8 eshib ketadi. Aytishga qaraganda dunyodagi muzning 90%ni Antarktidada ekan. Dunyodagi muzning 90%ni Antarktidada. Shunga yer sharining temperaturasi o'rlab, janubiy qutbdagi muz erib ketsa, dengiz yuzi 61 metr ko'tarilib ketadi. それぐらい高くなるんですって。Rostdan shundoq bo'lsa, Tokio, London, Parij, Nyu-Yorkdek cho'ng shaharlar, jumladan aholi to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarning yarmi dengiz ostida qoladi. Beshikka. Buning janubiy qutbning shimoliy qutbdan sovuq bo'lishi bilan nima aloqasi? Qanotlarda texnologiya dengiz okean bilan quruqlikning qaysi oson isiydi, qaysi oson sovib ketadi? Men bilmayman. Quruqlik oson isiydi, ham oson so'yib ketadi. To'g'ri. Janubiy qutb quruqlik bo'lg'achqa shimoliy qutbga qaraganda tez isishi ham tez sovish kerak edi. Lekin yil bo'yi muz qoplanib turg'achqa, hatto yozda temperatura o'rlayamaydi. Qishda bo'lsa sovuq shimoliy qutbnikidan zo'r darajada eshib ketadi. Men faqat shimoliy qutbni sovuq deb suribdiman. Biroq janubiy qutb sovuq bo'lsa-mu dengizda cho'milgili bo'ladi. Nima? Ishonmayman. Bu tezlerin arili. Bu aralda yanardağ bo'lg'achqa yerning isishi bilan dengiz suyimi pek isib ketadi. Nima degan rohat. Ajab egizgan bu. Bu Rus dengizdagi muzdan hosil bo'lgan mashhur yorliq.
Quruqliqqa yaqqan qar tön temperaturada muz qatlami bo'lib shakllanadi. Muz qatlami quruqliqdan dengizga tushib, ko'chma muzlarni hosil qiladi. 900 metrga so'zliq dengiz yuzida laylab yuradi. Ko'chma muzning dengiz yuzidan ko'tarilib turgan qismi 45 metr bo'lsa-mu, dengiz ostidagi qismining qalinligi 260 metrga yetadi. Menの下は260メートル. Sudagi muzlar yil bo'yi ermamda. Shunday. Qaranglar, dengiz yuzida. Muzdaq, Janubiy qutbda bo'ladigan shira shakllik muzdaq. Bu dengizning yolishi va ko'chma muzlarning parchalashi bilan hosil bo'lgan. Qaranglar, muzdaq xuddi pichoqdek kuchliqga. O shira shakllik muzdaqning parchalab ko'mirilgandan keyin kaliti. Nima? Ko'mirilib tushgan muzdaq? Öldür yaqdi. Chingu! Endi biraz istedim. Men to'lab qolgan bo'ldim degandim. Bu hayron qolarliq emas. Boyi temperatura 0 dan tuman 50 gradus atrofida etdi. 0 dan tuman 50 gradus? Xatirlardan qaraganda Janubiy qutbda eng tuman temperatura 0 dan tuman 80 gradusga tushgan. Bu dunyo bo'yicha eng tuman temperatura. Shunchalik qo'rqinchli qiya kelibdi. Lekin bu yerda kabi bo'lgan bu. Bu kabini 80 yilning oldida Sekot kezib tekshirish atrofida Janubiy qutbning eng chetiga yurish qilganda yasagan. Muşçaq çığırılıp ketmesiğin. Şundaq, biz hazır 1911-yılga qaytdık. Undaqda bu qitim Janubiy qutbning eng chetiga berib kezib tekshiraydi ekanmizda. Demak Janubiy qutbning eng chetiga birinchi bo'lib borib ekanmizda. Lekin bora olamdiq yo'q, bu oson emas. Hey, nima deb qudg'ishyapsiz? Ish nima? Sekotlar to'p-to'g'ri 4 oy saqildi. 1911 yılı 8. ayının 25. günüydü. Şu günü quyosh ahir chiqdi. Janubiy qutbda atiyaz boshlandi. Qarang Verson, kunlari ko'zlarimizni chiqyapti. Amsa ishimizni boshlaylik. 1909 yılı 4. ayının 6. günü Amerikalık beyli Şimali Kutup noktasını boysundirgandan keyin bütün dünyanın nazarı Janubiy Kutupga ağdı. Kim, qaysi devlet en baldır baralaydı? Bununla Angliya hemmetin bekrak kızıqdı. Şu çağda Angliya Hindistan'a okşaş nurgun müstemlikisi var kişilik devlet idi. 1768 yıldan başlap Jamiskov 3 yıl içinde Janubiy Kutup etrafını kemi bilen aylanıp Janubiy kenglik boyunca 71 gradusgacha bardi. Keyin Krakros 1841 yılı en çoğun Rus dengizini tapdı. O kötürülüp çıkıp durgan tağ tizmisiga Viktoriya egizligi deb nom berdi. Bu Krakrosning surati. Bu kezib tekshiruvchilar Janubiy qutbda fan tadqiqoti va jo'grafiyalik tekshirish jihatda g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarga erishdi. Shunlashqa Sekot va uning odamlari uzundan buyon Janubiy qutbga birinchi bo'lib berishni va u yerga Angliyaning davlat bayrog'ini qalashni orzu qilishadi. Shuning bilan ular Anna-Rupa nomli kema bilan Janubiy qutbga kelib, shu yerda qishladi. Lekin ular bir raqibga duch kelishni xayoligini keltirmagan edi. Uning ismi Amundsen. U Norvegiyalik munavvar kezib tekshirguchi. Beli Shimoliy qutbga oldida borganligi uchun Amundsen nishonni Janubiy qutbga burgan edi. U yana Sekotga xat orqali musobaqa e'lon qildi. U chani so'rashga o'rgatilgan 116 eskimis itni elib kelib, keyin qo'ltig'ida baza qurdi. Bu baza Sekotning atrofida joylashgan joyidan 100 kilometr yiroqlikda edi. Janubiy qutbga 100 kilometr kelatdi. Bu arliq odam nechapni tutib qilib etdi. Uzun o'tmay Yaponiyalik Beyni Jongoy boshchiligidagi kezib tekshirish atriti Kaysongnan nomli kema bilan kelib, keyin qo'ltig'ida quruqliqqa chiqdi. Afsuski, ular Janubiy qutbning eng chetiga borolmadi. O'zlari yetib borgan yerga Jauha qarliq dalosi deb nom berib qaytib ketdi. した付近を大和雪原と名付け引き返したの。Amundsen lamshiramdi. Yura, ishtirim, yura. Endi tegdi. Amundsenning atrofida oldimizga o'tib ketdi. Endi tegdi.
olmaydı. Rasma? Yolga çıkınlar. Tez bol. Şimali kutupqa bağandan köpatga. Şundaq, şimalıq qutqu qışqı bağlı qatır degen yaz şoňa rahat. 少し楽ね。 Ha, şikyolla kaltıs kelsizler. Bırak bu kadımı kezip tekşiriş pek cepalı. Vakti gelgende kitimizden çıkılap jümenla yine. Ha? Bizde çatak yok. Xuddi versin degende kezip tekşiriş anca asanga düşmedi. Bir hepde bula bulmayla şıvırgan çıkıp ketdi. Şimdi şifir kaldı çıtaşık bire mi gidek? Ağlıdır haber al. Şivirgan toxtumisa, algı ilgileyemeymiz. Kandak, çыңzı, äptingi qaraganda öýüni seginga okşumam sen, ha? Yok, sığınmadım. Men sana hazırla, şorup kaynatıp berek. Tücan, atlanın ahvalı yaxşı emas. Hı? Ensirmem, kelinglar şorup içeyli. Amal bulmadı. Atla soğukka çidimedi. Pek bol buldu. Bu çağda Amundasının ətriti Cənubi Qutb egizligiga chiqib bo'lgan edi. Hurra! Әтсі o yazdık quruqluqqa chiqish rekordini buzib tashladi. Bu çağda Sekotning ətriti beatma muzlig'i yanında Shivirg'anga duch kelib ilgileyemay qoldi. Shivirg'an o'tib ketgandan keyin Sekotning ətriti muzliq ustida o'milashga boshladi. Lekin tikrak kelgan dovonning ustini yumshoq ham silliq qarqaplag'achqa chanini zobil ishlatkili bo'lmadi. Shuning bilan ular oxir ishlarni qo'yib o'tib yuk taqalarni o'zlari to'shidi. スコットは犬たちを返してしまう。 Bombaydı, kolunuzu da iştirin. Hop. Ay. 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 Oy, 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 oy. Ah. Tüycan, keçirin. Ölçeş asapları soğuk düşüp gitti. Gerek yok. Elimi yakşı, özünüz düşüp gitmediniz. Ha. Amundasının ətriti yolda xeyim xətərga uçurmay Cənubi Qutb chetiga yaqin bordi. Gayret qılınlar. 12-ci ayının 14-cü günügacha Janub qutbning ang chetiga berib olaylik. Shu chaqda Sekotning ətriti muzliqda ming bir jaboda olg'a ilgirlamoqda edi. 1911-yili 12-ci ayının 14-cü kuni tushdan keyin soat 3da. Hurra! Amundasın oxir Cənubi Qutbning ang chetiga yetib bordi. G'alaba nishonasi bo'lsin uchun Amundasın kapsi bilan Sekotga yozgan xatini qoldirib ketdi. Sekot ətritini boshlab beatma muzliqda ming bir jaboda ilgirlab oxiri Cənubi Qutb egizligiga chiqdi. やっと南極高原に Eng oxirgi pallaga olib qoldik. Lekin Tüycan, tayyorlangan ozuqliq az qoldi. 4 kishiga aran yetidi. Shundaqmi? Bundaq bo'lishini men burunli bilgan. Lekin hozir havo yaxshi. Ozuqni hisoblayaylik. Janubiy qutb chetiga 270 kilometr arilik qoldi. Shunga mening umidim barliq a'zolarni billa elib ketish. Ko'nglimizda tushunaman. Lekin Tüycan, Shundoq, bir odam ortiq bo'lsa, bir kishilik oziq kelmaydi. Canımı faqat tezla. Sekotga ayanki kezib tekshirish a'zolarining hammasi Janubiy Qutbga berishni xohlaydi. Sekot ularni tushundi, lekin ularni orzusiga yetkazish imkoniyati yo'q edi. shundaq. Hammamiz borolmaymiz. Oramizda tembelrek bo'lgan bovasining biz bilan billa berishini umid qilaman. Kechiring, David.
Birinci ayının 15. günü Janub Kutup'nun en çetigi yürüyüş kıldık. Köp ötmey biz uyega yıkıllaştık. Men u yerda Norvegiyaning davlat bayrog'ini ko'rib qolammi deb andish qilatdim. Seko tagi kezi tekshirish oxirlashguncha to'xtamasdan xotira yozdi. Navada Amundisining atriti oldimizda berib olsa, men birodarlarimga qandoq yuz kelalayman? Manınğa, leja bilen çanınızı. Bizden mi baldır kelgellap akkan? Taş belge. Amun desin lakin. Ula baldır kepti de. Amun desinin atriti belki koyup mıqtı. Ayının 18. günü Sirkutlamu Janubiy Kutup'nun en çetigi vardı. Lekin Amundis'inlardan bir ay keyin vardı. 去年の12月10 Amundis'in bu yerga o'tgan yili 12 ayning 14 kuni ketdi. Ya'ni bir ay ilgari bu xatni yozib men qoldirib ketibdi. 2,5 oydan buyon turli qiyinchiliklarni yengib 1500 kilometrlik jafoliq musofani bosdik. Bu zodi nima uchun? yili 1. ayının 18. günü Sirkut köp qıtım osmon cisimlariga qarab Janubiy qutb nuqtasining o'rnini bekitib shu yerga Angliya xonishi bergan davlat bayrog'ini qadidi va rasmga tushdi. Lekin ularning dili g'ash edi. Bunun aksiga Amundislarning tali o'ngdan keldi. Ya judun chapqunga, ya xayim xatarga yo'liqmay, chani bilan 99 kunda jami 3350 kilometr musofani besib, ba'ziga techanan qaytib keldi. Amundisning kezi tekshiruvchilarga xos tan parasat bilan 34 ishni o'ldirib zapas o'zi qildi. Shuninglik bilan u muvaffaqiyat qozondi. Tazımı köngülsüz iş oldu. Birinci bab kilemedik. Sirkutning odamlari qani? Ha? Ras, ulan ne ketdi? Qolgan yo'lni endi sizlar ular bilan birga mangamaysizlar. Nimishqa? Sirkut Janubiy qutbga birinchi bab kelmagandan tashqari yana noyati fojialik ishga yo'liqdi. Ha? Asta Janubiy qutbning qishi yetib keldi. Oldi bilan Eyfiniz o'ldi. Orqadan Osmi o'ldi. U putqulni uchtivag'ashqa hayotidan ayrildi. O'z Sirkutlar uxlab qolganda jodunda qolgan edi. U Janubiy qutbga berish oldida pat-patla mundaq deydi. Mayli nimali bo'lsin, badanim ojizlashib, boshqalar yuk poplag'idek bo'lsa, oldimda bir yo'l bor. Uchimiz qorliqda xuddi arvodek qiynalib ilgirladik. Hozir 2 kunlik o'zib qoldi. Men hayotli qolsam, kishilarga birodarlarim to'g'riliq hikoya qilib bergan bo'latdim. Ularning dodilligi, savrchanligi va boturligi angliyaliklarning yuragini larziga solar edi. 1912-yili 3-oyning 29-kuni. Yana 20 kilometr ilgirlagan bo'lsa, baziga yetib boradi. 基地にたどり着けた。 Atrat boshlig'ining chidiri. Shu yili 11 ayning 12 kuni chorlug'uchilar Sirkut va boshqalarning jasadini topdi.
Çedir nayeti yaxşı yığıştırılgan idi. Çedirde hatırı depte, surat ve linti var idi. Bundan yarım ay ilgiri buvaz hatırlagan havarayı materyali ve jabalık sefer davamında yıkkan geologik evrişkiler katarlık 15 kilo ağırlıktaki nesle var idi. Bunundan taşqa aylangan üzümlük, kümür ve tağ cinslerini körüp, quruqluqning geologik yilini bilgili. Yani üzümlüklerinin payda buluş jarayonini ispatlığını bulatdı. Bular nayiti qimmatlik evrişkiler idi. Ular bütün dunyoga Janubiy qutbni tekshirish ve charlashning ne kadar muhim ekanligini unutganidi. Sikotning chidiri hazırmı? Elbette bak, hazır Amerikalıklar o çedirni bazı orunda işletevatıdı. Muşu noktadan aytganda Sikotning ilmiy tekshirish ro'yiga har qaysi ellarning tekshirish ajablari varislik qildi. Nurg'unlagan bazılarda lazer nuri, quyosh elektr to'lqini, yer shari fizikasi va ximiyasi qatorliq jihatlarda tadqiqot ilib berilyapti. Rasma, undaqda Sikotning odamlarning qolgan avrishkilarning roli cho'ng bo'pti-da. Albatta, hatto ularga o'zingni yordam qilmadingmi? Voyjon, men pek charchab ketdim. Bo'ldi endi. Xo'shansa. Xo'sh. Dersinglarni takrorlab qo'ydinglarmi? Opam qaytib ketdi. Shinzi, nim bo'ldi? Uyg'urcha ovozli yuqori iliqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlik film to'r bekitimizga qadam tashrif qiling. To'r bekat adresimiz時代。みんなもいろんな星への旅行や宇宙人との遭遇を夢見たことがあるでしょう。この次は宇宙へ飛び出すその1。宇宙を舞台にいろんな大冒険が展開する夢の中のお話よ。この次も私と一緒にミームの世界へゴー！